Aziz Rametovning kasalligi soxtamidi? O'shani u shuni bir tajriba qilib ko'rdi. Qani nima bo'lar ekan deb, chunki o'zi ham bosh rolda. Aziz Rametov atrofida tarqalgan so'nggi gap-so'zlar ko'pchilikni hayratga solmoqda. Ba'zilar uning kasalligini soxta ekanligini aytmoqda. Bunga sabab esa Saida Rametova ishtirok etgan video bo'lib, unda go'yoki Aziz Rametov soppa sog'lom, u shunchaki kino uchun rol o'ynamoqda degan gaplar tarqaldi. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yubib oling. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. Shov-shuv bo'lib Instagram, YouTube'larda hayron qoldim. Shunaqa deb gapirishibdi. Ammo bu yerda savollar juda ham ko'p. Agar Aziz haqiqatdan ham sog' bo'lsa, nega u videolarida karta raqamlarini qoldirib, odamlardan yordam so'radi? Sardor Muhammedaliyev, ya'ni Sardor Muhammedaliyev kartani Instagramga deb aldab kartamni bloklanganidan boshqasini olib. Axir hech kim bekorga xalqdan yordam so'ramaydi-ku. Yana bir ehtimol bor. Balki onasi ishtirokidagi o'sha video eski bo'lib, boshqa mavzuda aytilgan gaplar noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. Chunki internetda ko'pincha videolar kontekstdan uzib olinadi va boshqacha ma'noda tarqatiladi. Qadrli do'stlar, siz bu holat haqida nima deb o'ylaysiz? Bu rostmi yoki yana bir tushunmovchilikmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Iltimos, srochniy iltimosim bor. Assalomu alaykum azizlarim, bormisizlar, omonmisizlar? Voy, men ham to'ylab yuraverib Instagramlarga, YouTube'larga kirishga vaqtim ham yo'q. Bir mahal qarasam shunaqalar deyishyapti. Hay deb qoldim o'zim. Keyin qarasam shunaqa. Voy dedim, "Ava biza serial olyapmiz-ku, onam kasalman demang" degan. Azizbek mana shu serialni olyapti. Mana 5 seriyasini oldi. Har xil voqealarni, har xil oilalarni, har kelin mana shunaqa qilib olinyapti-da bu serial. O'shani u shuni bir tajriba qilib ko'rdi. Qani nima bo'lar ekan deb, chunki o'zi ham bosh rolda. Mana shu bir pastda shov-shuv bo'lib Instagram, YouTube'larda hayron qoldim. Shunaqa deb gapirishibdi. Voy dedim, biz bu serialga tayyorgarlik ko'rib, bir sinab ko'rdi. Qani nima bo'lar ekan deb. Endi mana davomini olamiz. Davomini ko'rasizlar hali. O'zi shukr. Uyim ham tinch, kelinlarim ham yaxshi, o'g'illarim ham, qudalarim, ming marta roziman qudalarimdan. Hammasi yaxshi. Meni yaxshi ko'rgan, meni hurmat qilgan muxlislarim, tomoshabinlarim bilasizlar. Men oilam uchun rosa tik turadiganman. Farzandlarim ham, kelinlarim ham yaxshi, hammasi. Faqatgina serial bu. Ishoninglar menga, hali yaqinda chiqadi. Zo'r serial bo'lib chiqadi. O'zinglar ham tomosha qilasizlar. Ana undan keyin yozishamiz. Sog' omon bo'linglar.